51 bilet. 51 bilet. 51 bilet. €60.000. Tabrik. 51 biletga €60.000. Mana aziz do'stlar, €60.000 chiqib ketdi mana. €60.000 o'yinimizni Glavniy sovrini 51 biletga chiqib ketdilar mana. 51 bilet. Kamera shundan noto'g'ri ko'rsatyapti aziz obunachilar. 51 bilet. 51 biletni egasini hozir aniqlaymiz. Qani? Hop, 51 bilet. Qani kim ekan bu aziz omadli inson? Aziz obunachilar, Glavniy sovrinimiz €60.000 chiqib ketdilar. Allo, assalomu alaykum. Opajon, ayol kishi ekansiz? Efirga ko'rsatsam bo'ladimi? Sizni Muhammad Chesni kanalidan bezovta qilyapmiz. Ayol kishi ekan, shunga so'rashni lozim topdim. Aha. Opajon, Muhammad Chesni kanalidan sizni bezovta qilyapmiz, opajon. O'yinimizga qancha bilet oluvdingiz? Shu haqida gapirsiz. 51 biletda olganman. Men o'zi Rossiyada ishlayman. Aha. Qayerdansiz? Ismingiz nima? Nechinchi yilsiz? O'zim 4-yilman. Aha. Rossiyada ishlayman. Firmada. Ismingiz nima, opajon? Ismim Zilola. Zilola opa, omadingizni bersin. Mana hozir €60.000 ishtirokidagi o'yinimizga qo'yilgan sovrinlardan eng glavniysini €60.000 yutib oldingiz, aziz opajon. Yana rizqlaringiz ziyoda bo'lsin. Ana €60.000 oling. Tabriklaymiz. Obunachilarga ikki og'iz tilaklaringiz bo'lsa bildirib qo'yasiz. Obunachilarga ikki og'iz tilaklaringiz bo'lsa bildirib qo'yasiz. Yutganlar bor, yutkizganlar bor o'yinimizda ishtirok etib. Ishonchli ekan. Men 51 biletni olib, bani yutib oldim. Ishonsanglar bo'lar ekan. Omad ekan. omad kelsa hech narsa emas, opa. Omad kelsa hech narsa emas. Opajon, Muhammad Chesni kanali ishonchli ekanmi? Ishondingizmi endi? Ishonchli ekan. Ishonsanglar bo'lar ekan. Rahmat. Men yutib oldim. Rahmat opajon. Finalimizdan O'ynab ko'rsanglar bo'ladi o'yin. Bo'ldi azizlar. Mana ko'rib turibsizlar, opamizdan €60.000 yutib oldilar. €60.000 ishtirokidagi o'yinimizni finalimizni o'tkazib bo'lganimizdan keyin o'zimiz aloqaga chiqamiz. Karta raqamlaringizni yuborib qo'ysangiz, pullaringizni tashab beramiz va pullaringizni olganligingiz haqida bizga dumaloq videocha tashab qo'yasiz. Uni obunachilar ko'rishadi. Ishonch uchun kattakon rahmat sizga ham. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Mana azizlar, €60.000 ishtirokidagi mana finalimizni o'tkazyapmiz. Chiroyli tarzda mana €60.000 opamizga chiqib ketdi. Aziz do'stlar, yaxshi kunlariga ishlasin, yaxshi kunlariga buyursa, hali oldinda €10.000, €5.000 sovrinlarimiz ham bor. Bu menimcha Rossiyada yurganlarda
kimgadir 1 oylik patenti, kimgadir 2 oylik patenti adashmasam. Ammo shunday kamdir ham. Aziz do'stlar, ko'ngil cho'ktirmaymiz. Hali oldinda biletlarimiz bor, prizlarimiz bor. Ularni ham xudo xolasa o'z egalariga topshiramiz. Hozir egasini aniqlaymiz ularni ham. Layklarni bosib ekranga yaqinlar yozib podelitsiya qilib qo'yamiz. Kirmaganlar YouTube'ga kirib, bemalol bizni kuzatishlari mumkin bo'ladi.